Endi mana bizga kelamiz qarang. 1984-yili Toshkentga keladi. Eng qiziq mana tomoshabinlarga juda qiziq bo'lsa kerak. 8-avgust kuni Toshkentga keladi. Andrey Chikatilo. Albatta nima bilan keladi? Bu o'sha komandirovka. Ya'ni bu yerdan o'zini tashkilotiga, korxonasiga u bu narsa olib ketish bahonasida Toshkentga keldi. Va Toshkent shahrida albatta bu yerda gostinitsada, qaysidir mehmonxonada turgan. Eng qizig'i bu ovga chiqadi. Ovga chiqadi, qayerga deng? Chirchiqqa chiqadi, Bo'stonliq tumaniga chiqadi. Chirchiqqa chiqadi-da, Chirchiqqa chiqqan paytda bitta bu ayolni endi familiyasini haligacha aniqlash olmas ekan. Ayol ichib olgan bo'ladi. Endi yoshlari 20 yoshli bir ayolda. Ichib olgan, o'sha Chirchiq daryo bo'yida. Ayolni o'ldiradi, zo'rlaydi. Ichkariroqqa olib kiradi-da, shu o't o'lanning orasiga olib kirib, ayolni o'ldiradi. Rus ayoli bo'lgan bu ayol. Ayolni o'ldiradi va ayolni kallasini olib nimaga tashlab yuboradi. Chikatilo. Toshkent, Chirchiqda bo'lyapti o'zimizda. Ming afsuski bu la'nati bu bilan ish bitmaydi-da. Bu O'zbekistonda yana bir qizchani o'ldiradi. Bu voqea Chinoz tumanida sobiq Karl Marx degan kolxozda bo'lgan, adashmasam, yo sovxoz yo kolxoz. Karl Marx kolxozida Aqmaral Saidaliyeva degan 10 yoshli qizchani o'ldiradi. Elektrichkada ketayotgan paytda Toshkent Sirdaryo elektrichkasida. Toshkent Sirdaryo elektrichkasi ketayotganda Aqmaral Saidaliyeva bechora onasi yo'q, otasi bo'lgan qizcha ekanda, onasiz o'sayotgan qizchani aldab olib tushib, uni ham vahshiylarcha o'ldirib, zo'rlab, uni ham nimaga tashlab ketadi. Makka jo'q boyagi nimani orasiga. Vahshiylarcha o'ldirib. Va eng bu dahshatli voqealar O'zbekistonda bo'lgan. Chikatilo mana shu yerda ham qotillik qilgan. Toshkent viloyatida. Va eng yomoni Toshkentdan keyin qovun tarvuz olib, o'zini bolalariga yedirishni olib ketgan. Iflos.